This is what I used to do when I was young. Navollari arzon emas. Yo'llarda aptadi degan manzara zo'r. Port Vila shahari Vanuatuni poytaxti. Uchrashuvga ketyapman. Shu tuzda qiladigan bo'ldim. Gostinitsani o'zida bar, restoran bor, shu tuzda uchrashuvni o'tkazib olaman. Davlat xodimi bilan, Vanuatuni davlat xodimi bilan proyekt zakaz qilishmoqchi. Shunaqa. Vanuatuda Toni degan bitta davlat xodimi bilan ko'rishdik. O'zi aslida shu odam bilan uchrashishga keldim. U bitta ministerstvada ishlaydi. Ministerstvasida odami ko'p emas. O'zi davlatida ham odami ko'p emas. 40 tacha odam ishlar ekan. Ikkinchi eng katta oroldan uchib keldi. Ikkinchi eng katta oroli 10 mingta odam. Shu yerdan uchib keldi men bilan ko'rishishga. Poytaxtiga, Port Vila. Ko'rishdik. Ko'rinishiga e'tibor bermasanglar ham bo'ladi. O'zi shunaqa bular kiyinar ekan. Bizadagi pijaklar kiyish shart emas ekan bularga. Xullas ko'rishdik. Davlatiga nima kerakligini menga tushuntirib berdi. Uchrashuv o'tganidan keyin qahva degan napitkani ichib ko'rdingmi dedi. Men nima u dedi. Kofemi, alkogolmi desam, kechqurun kelaman. Gostinitsangga ichib ko'rasan dedi. Hop deb qo'ydim. Xullas kechqurun keldi. Baklashkada napitkasini olib keldi. Gapi ochig'i sal cho'chidim. Internetda qarasam bu alkogol emas, qanaqadir ildizdan qilinadi narki. Shaharda hamma joyda bu narsani sotar ekan. Sen birinchi ichgin dedim. Ichdi. Qarasam, normal. Men ham bitta ichib yordim. Bilasizmi, ta'mi o'tni ta'miga o'xshaydi. Mana gazonani ta'miga o'xshaydi-da. To есть men gazona yeganim yo'q, lekin gazonani kesganingizdan, o'tni kesganingizdan keyin bundan hidi chiqadi-ku, o'tni hidi. Shunaqa hid bordi. Shunday ichganimdan keyin badanim issiqlashib ketdi. Tomog'imga qanaqadir anesteziya kirganga o'xshadi. Endi dalshi suhbatlashib o'tirdik. Yana bir marta ichgin dedim. Men ikkinchisini ham ichib yordim. Normalni bo'ldi. Boshim ham aylangani yo'q. Spokойно o'tirdim. Bilasizmi, qanaqadir uspokаивающий snatvorniga o'xshagan narsa ekanda. Eng qizig'i, boshida ichishdan oldin ozginasini yerga to'kib yuborishingiz kerak ekan. To'kkaningizda bu yerdan olgan narsa-da, shu yerga rahmat deb qo'yishingiz kerak ekanda. Adashmasam bir 4 tacha ichib qo'ydim-da. Spokойно o'tirdim. Qanaqadir uspokоительный ichganimga o'xshab. Oxiri 2 soat o'tirganimizdan keyin yomg'ir yog'vordi. Hamma joy ho'l. Men aytdim, Toni dedim, bo'ldi, rahmat. Kavani ichib ko'rdim. Endi borib dam olish kerak. Shundan men kavani nimaligini bildim. Kava Vanuatuda bor ekan va Fijida bor. Amerikada ham internetda qaradim, Amerikada ham bor, lekin bu narsani Vanuatudan olib kelishadi. Menga qiziqdi. Sizlar ichib ko'rardinglarmi shunaqa notanish ichimlikni? Kommentariyada yozib yuboring. Bozor. Anaqa bilan eng katta supermarketi. $1100. Это 11 баксов. $11 1 kilosi. $10 1 kilosi. Вот это, смотри, брокколи. Это вот $15 килограмм. 17 даже. Я бы не дал бы штуку вообще. А это смотри. А, Почему подрезанная? не знаю. Мне кажется, потому что там вкус еще. Да. А bu esa bu сколько 2000? 2000 сколько стоил? 22. $22 1 kilosi. И даже апельсин дорогой. To'rttasi $4.5. Qarang. $10 1 kiloga. Да. Narx-navolari arzon emas. Qimmat. Amerikaga qaraganda qimmatroq desa ham bo'ladi ko'p narsalar. Hello baby girl. Bu bozori. Local market deyiladi.
Bu yerda esa narxlari yaxshi. Qimmat emas. $1, $1.5 1 kilo ko'p narsalar. Bu bitta narsa tushunib bo'lmaydi. Narxlar Amerikadan qimmatroq. Mana bu burger ko'chadagi burger. Почти 20 $. 20 $. Tushunib bo'lmaydi. Nimaga bunday qimmat? Deb anaqasi mashinalar kirib kelaveradi. Odamlar mana bunaqa o'tiradi. Yo'llarda avtolar, lekin manzara zo'r. Mana bu yerga keldik, Tana Cafe. Bu coffee shop, lekin bu yerda atrofida hech nima yo'q. Ana yerda dengiz, tog'li, bu yerda coffee shop. Пойдем. İnternetda bu joyni topdimda, yozilgan edi. Kelib ko'rib ketishinglar kerak deb yozilgan edi. Keldik, lekin 1 soat yurdik. Chetlada dengiz, ona yerda boshqa joylar tog', odam yo'q desam bo'ladi. Where do we sit? We want to Here. Here? Yes. All right, let But me. you want to do a little tour or you're right? Yeah, I want to do a little tour. I want to check it out. Is that okay? Yes. Hello, dogs. Hello, ma'am. What is it? Oh, this is a factory. Yes. Where do you produce coffee? Here? Yeah, producing coffee here. Oh. And the coffee is growing on the island of Tana. Oh, this is the island of Tana? No. Island of Tana, you have to take the plane flowing there. But all the farmers, they're growing coffee there. Oh, nice. Us here in Port Vila, Uh-huh. we only roast the coffee. Oh, so you the roast. coffee that we roasted here, it's Arabica coffee. Arabica. Yes. Do you accept cards here? Yes. Okay, let's have a coffee. Do you mind if we have a coffee? Yes, of course. This But you place wait, will- it's not finished yet. No? So when we cook the coffee, you see this roasting machine there? Yes, ma'am. That's the coffee machine that we're roasting coffee. We Oh, roasting you roast the green coffee. beans. You roast the coffee here. Yes. That's the roasting machine. So Uh-huh. when we roast the coffee, we roast the green bean here. So this is the Arabica coffee here. That's 50 kg of the green bean. Okay, this is okay, 200 degrees. Yes, 200 degrees of Okay. the And cook. what does this do? No, this one is another oven, but we don't use this one. This we is use the coffee like okay, green this bean. is the green. The green bean. Mama So pişirildi when we yani cook coffee. the green bean, we only cook two coffee. We cook dark roast and medium roast. All right, let's try it. Let's see. Uh-huh. See here, the Come dark roast. Oh, it's tied down the bottom. Okay, this is the dark roast. Cook for 35 minutes. 35 minutes. Yes. You can smell it from there. Very. I'll take one, huh? Yes. Ah, beautiful. This is the dark roast. It's very strong. And then the medium roast is cooked for 25 minutes. Yeah, it doesn't smell that. Okay. And then these two here, we mix 50-50 for espresso. Oh, you make espresso here. Yes. So we mix it in this here. So this is espresso. You can see some dark and some light. Espresso. This is the grinding machine. So we grind beans, then we put it inside the Dark roast ground. dark roast ground, medium roast ground, and the espresso ground. Nice.
Oh, it smells good. I'm not the biggest coffee lover, but it looks good. So you want to offer me coffee now? Yes. Yes, let's But go. this is all a package that we Yeah. sell. All right. Xullas, bu yerda kofe pishirishadi. Hozir полностью protsessini ko'rsatib berishdi. What is this? This is a honey. A special honey? Pure honey. Pure honey. Where did you get it? Like from the nature? Yes, we got a hive here. How much is it? 3,500. Ooh, that's a lot. 500 grams. Ooh, that's a lot. Yes, that's a lot. You but must be pure. a rich business lady. Yes, of course. We run this business for over 20 years now. 20 years. That's awesome. Короче, anaqa asali $30 ekan. All right, let's go. So this is our cold drink, hot drinks and cold drinks. So you choose. All right. Flat white, black tea, espresso, Zora, vanilla, cold drinks, coffee, white, Mugacchino. Macchiato is Macchiato. just a cappuccino in a mug. Oh, hot coffee, latte. What would you? I'm not the biggest coffee You can drinker. have a flat white. You can have it, Yeah, flat white. drinks. Yeah, I'm not the biggest coffee drinker. What do you want? Oilaga tegishli ekan bu joy. 20 yildan ko'proq, faqat shu oilaga tegishli. O'zi 100 yildan ko'proq bu yerda kofe chiqarishar ekan. Har xil shu Vanuatuning ostrovlaridan, orollaridan kofeni, pishirilmagan kofeni olib kelishadi. Keyin bu yerda pishirib, espresso qilishadi, boshqa kofelar qilishadi. Keyin mana bu yerda odamlar kelib, kofe ichib ketishadi. Shunday kichkinagina biznes. Avtobusda yana turistlar kelishdi. Rosa ko'p. Qiziq, kichkinagina joyni shunaqa populyarni qilib tashlashdi. Sal tarix qo'shishgan. Tarixni aytib berdi. Kirganimizda kofe sotadi bo'ldi. Pechenkalar. Joylashgani bu yerda odam yo'q. Mana bu shuni joyi, umuman odam yo'q. I want to pay. Thank you. It was great. The coconut was good. The coffee was good. 1,450. You accept American Express? You don't speak English? Let me try. Hello, ma'am. I want to pay. You want to pay? Yes, ma'am. It was great. Thank you. I wish your business a luck. What you got? Twice coffees and I got two coffees and a coconut. 2 coconut slices. No, 1 coconut slice. One. Oh, we don't take American. Okay. You don't take American? No, this is an Austrian. How about do you take Australian? Yes. Bu qanaqadir вообще zo'r kofe emas, normalniy kofe. Просто turistik joy, shu uchun keldik. Mana короче, yangi joy topdik. Mana bu yerda odam bor ekan. We found it. Germaniya. Elchixonasi, Germaniyaning elchixonasi. Stone Lounge. Вот, смотри, классное место. This is beautiful place. Bitta joy topdik. Bitta joy. Stone. Just give us 2 minutes, right? Bitta joy topdik. Stone Grill degan joy. Odam ko'p. Shunaqa tuyulyaptiki, butun Fort Villadan hamma turist o'sha kelgan. Hammasi turist. Yaxshi. Eng qimmat ovqatni baqarat $50. Atak $20-25 yoqadi. Atmosferasi ham zo'r, dengizni yonida. Dahshat chiroyli. Orqada dengiz. Hozir buni zakaz qilamiz.
We cook ourselves. O'zimiz pishirishimiz kerak. O'z ko'ramiz. Beans? Shunaqa o'zimiz pishiramiz. 63 ming batu bu. Batu. Bu bir 60 dollar. 30 dollardan qarashib. Olsiz o. Atmosfera en zo'r. Orqada restoran. O'tgan yarim soat yurdik, yo'llari dabdala. Zo'rg'a talab yetib keldik. Mana bunaqa joyga tushdik. Boshqa hech nima yo'q. Bitta mana shu restoran. Mana tabiat. For those who speak English, if you want to say I like you in Bislama, Vanuatuan language, this is how you pronounce it. I like you. Me liking you. You get it? You have to say me liking you. Yoshligini esladim. Araqlarda yurardim. Toshkentda. Hani shashlik qilib o'tirishdi, bir ikkitasi sakrashyapti. Короче, filmlardagi jungliga tushib qoldi. Jump. Let me take a video. Woo! Move. You wanna jump? Yeah, jump. Bolalarni maza qilayotgan. Mana Disneyland ham kerak emas, Toshkentland ham kerak emas. Mana yerda qizlarni vnimaniyasini olish uchun bular mana shundan sakrashadi. Bu yerda ko'zga nima tashlanadi? 100% mana shu plajda mahalliy xalq. Haligi vagonida 95% mahalliy xalq. Bu mana juda chiroyli ko'zga tashlanadi, chunki ekzotikada. Masalan, Malayziyaga borsangiz, u yerda turistlar ko'p, Avstraliyaga borsangiz turistlar ko'p. Bu yerda mahalliy xalq. Bizni
Bizda mana shu yerda faqat bizda turistmiz. Qolgan hammasi mahalla. Shunisi juda chiroyli ko'rinadi. Ekzotik. Ya'ni mahalliy xalq dam olishini ko'rasiz. Shu zo'rda.